Assalomu alaykum dada, yaxshi. Nevaralarim qani mana? Nimasini yaxshi ko'rasiz ularni? Ular biz uchun o'ch oladigan insonlar-ku. Yomon ko'rib o'ladim. Dada, Qanaqa o'ch? Nima bo'ldi? Muhammad Alining tishi chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlatganiga, uxlaganimiz yo'q. Maftu, keti. Eshit. Yana bitta. Muhammad Alining tishi chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlagani yo'q. Uxlaganimiz yo'q kechasi bilan. Bugun ishga borishim kerak. Hali boshliqqa bugun отчет topshirishim kerak. Gilamlarini so'ra qaytadim. Gilamlarimiz qani? Hamma joyga sip tashab Bitta shirinlik olib beradigan joy emasmi, ha? Parkka olib boramiz. Yuringlar, kiyininglar, parkka olib boramiz. Keyin baqirmanglar. Baqirma, jim. Hey. Emne baqirganda hamma eshitadigan qilib baqiringlar, mana yerga sudralib yig'laylar. yo'lga kirishinglar. Ha, yerga sudralsang usting kirib bo'lmasligi uchun ham olib beradi-da. Ey, turinglar. Vo, baqir. Bu xona nima bunaqa toza? San tez o'yinchoqlarni yo'y. Sancha kraskalarni yuvib tashaqaymi? Uydagilarni urishsa, o'zimiz ajratib olamiz. Agar ular ursa, biz tarafga qarab pochinglar, xayrmi? Dadasi. Xonani nima qildingizlar? Qo'shiniy masalani hozir pastga tushing. Hozir Bilmasdan qilgan. Bola urushi bo'lmaydi. Ha, Dadang bilan o'yinchi sizlardan yoshini shirinlik yemoqchi. Asos olindi. Keling.